Mana uyga shunday kirgan joyda ot portreti bor ekan, mana katta 3 ta oq ot. Bu koridor kirgandagi hovlimiz. O'tiradigan joy. Bu yerda mana detskiy bor, spalni bor, sanuzeli bor, bu yoqda kuxnyasi bor. Keling, kuxnyadan boshlaylik, chunki ayollar yaxshi ko'radi-ku bu joyda. Bismillah. Kuxnyamiz. Mana pollari tepli pol o'tkazilgan ekan, isiydi hammasi. Mana tayyor ovqatlanib, o'tirib choy ichadigan, televizor ko'rib, xolodilniklar, mana kuxnya mebel. Mana bu gaz bilan isiydi. Отопление ham bor mana. Uyga rasxodni yaxshi qilgan akamiz. Pul zaril dedi, shuning. Endi hammada har xil vaziyat bo'ladi-ku, shuning uchun sotyapman dedi. Keyinlar birdan vannasini ham ko'rib o'tib ketamiz bu yerda. Vannasi. Unitas, hojatxona hammasi joyida qilingan, akkuratni. Rakvina. Tak, vannadan chiqqan joyda mana spalni. Kelin-kuyovlarga moslab qo'yilgan joy. Mana konditsioner, remontlari. Qarachi, uyimiz tayyor kirib yashashga. Hech narsa qilish shart emas bunga. Faqat shu tashqari tomon, hovli tomonlarni ozgincha ishlov bersa bo'ldi. Tak, bunimiz detskiy xona. Endi detskiy xona bo'lgandan keyin mana o'zi tayin bo'lib turibdi o'yinchoqlar bilan. Sveti yonmayapti hozir. Zamkani qilyaptimi qayerda? Shuning uchun ola olmadik svetini yoqib. Tak, mana tashqariga chiqqanda o'tiradigan joyimiz. Buni yana bir marta ko'rsatib o'tib ketamiz. Yo ayollar mehmonxonasi, hozir kirib ko'ramiz uni. Ungacha bu yoqda yana bitta detskiy xonamiz bor mana. Remontdan chiqqan, tayyor. Mana bu yerda ham ataplenalari bor. Ko'ryapsizlar, aboylar ham dit bilan qilingan, eshiklar ham. Mana ayollar mehmonxonasi. Natijnoy patolog ham qilingan ekan. Ikkita ataplena qo'yilgan. O'nli yer laminat qilingan. Tak, svetlarimiz bunday zamkani qilyapti, kulchatildan, kulchatildan. Mana portretlarni ham chiroyli qilib mana Yevropadagi tog'ni ichini, orollarni chiroyli qilib joylashtirib qo'yibdi. Uyimizga ancha-muncha rasxod qilingan, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Uyimizning narxini $80,000 so'rayapti. Yana savdolashib, kelishib, egasi bilan muomalasini qilib, gaplashib ko'rasizlar. Hovlimiz. Maktab, bog'cha, gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma sharoitlar bor. Mana romlar 2 qavatdan qo'yilgan ekan. 2 qavatdan qilingan ekan har bittasi. Shuni ham aytib o'tib ketaylik.